Hurmatli obunachilarimiz, Buxoro viloyati yana trendda Hyundai HW145 2016-yil koreyskiy yo'lbarsimiz Peregon holatda Navruz akaga yana baraka bo'ldi. Navruz aka, navbatdagi texnikamiz ham Alloh xayrli qilsin, yaxshi kunlarga ishlating. Hozir bitta katta bo'lyapti. 65 talik mini qo'sh balonli O'zbekistonda hozir premyer bo'lib turgan texnika. Xudo xolasa sizda уже komplekt bo'lyapti. Bitta kichkinasidan, bitta kattasidan. 45 taligi. Sizlarning asosiy biznesingni, ishingni snos, shu ekskavator xizmati. Mana akalar, qarang. 360 gradus adapterlar plus zapas qaychi olishdi, отбойник, molotok. Texnikamiz xudo xolasa sezonga 100% tayyor. Hurmatli obunachilarimiz, Buxoro tomonlarda xizmat bo'lsa, ekskavator xizmati, kotlovan, snos, komplekt holatda mana mini, katta va samasval moshalaringiz ham bor. Demak, siz o'tida ishni bajarib berasizlar xudo xolasa. Video pastda Navruz aka nomerlarini qoldiraman. Shu yangi texnikalar bob ish bo'lsa, telefon qiling, mana kelishilgan holatda ishingizni sifatli va chiroyli qilib berishadi. Bunda esa mana bunaqa yangi texnikalar qo'l keladi. Navruz aka, xudo xolasa bundan-da zo'ri nasibsin. Xizmat bo'lsa kelaverasiz. Buxoro shahri Sadaf to'yxona yonida do'konimiz bor. Filtri, boshqa hamma zapchastlari bizda bor, xudo xolasa. O'rtoqlar, hamma havas qilganlarga shunaqa texnikalar, shunaqa ulg'aygan kunlarda yetkazsin. Videoga like bosib, tanishga ulashib qo'ying. Barchangizni do'konlarimizda va mana bu katta ekskavator bozorimizda kutib qolamiz.